Bizni ism familiyamiz tanamizdan ko'ra mashhurroq. Komikda yoshi katta bo'lgan sari uni muammolari ham kattalashadi, uni vzгляды o'zgaradi, qarashi boshqacha bo'lgandan keyin auditoriya ham o'zi ham o'shanga yarasha keladi. Haqiqat bo'lish kerak, chiqib aytayotgan narsangiz. Afisha o'z uchun promokod dodaytdi bo'lsin. Bu har bir komikni o'zini ichki kurashi. Odamlarda shunaqa fikr paydo bo'lib qoldiki, stand up deganda faqat intellektualniy yumor. Yig'ishtiray buni, mana bunaqa yuraverasanmi? Uchtaxonlikda yumori 3 xil. Chunki siz uni Toshkentda aytsangiz ham kulgili bo'lish kerak. Moskvada aytsangiz ham kulgili bo'lish kerak. Nyu-Yorkda aytsangiz ham kulgili bo'lish kerak. Maktab bolalari Ozod akani vaynlarini bir-biriga tashlamaydi. Agarda bizda dard bo'lmasa, sizda yumoringiz kuchli bo'lmaydi. Agarda hamma narsa farovon bo'ladigan siz kimga ham keraksiz. Tomoshabin bu yoqqa kelib dam olsa, biz sahnaga chiqib dam olamizda. Har bitta ijodkorni biz hamkorlikka taklif qilamiz. Nima qilish kerak sahnaga chiqish uchun? Hammaga salom do'stlar. Bugun sal boshqacharoq formatda intervyu bo'ladi. Rahmat. Ne, ishlayversin. Ish jarayoni yo'q. Bu shunaqa formatda intervyu bo'ladi. Tabiiy ko'rsatiladi hammasi. Bugun bizda mehmon yoki biz mehmonmiz Islom Karimov. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yana bir marta xush kelibsizlar. Rahmat. Biz qayerdamiz aka? Biz hozir ayni damda yangi sahna stand-up klubidamiz. Bu bizning kichik zal. Menimcha boya oldinglar, ha? Ko'rsata olamiz. Bo'ldi. Demak, bu bizda kichik zal. Bugun xayr shousi bor va men ishdaman. Intervyu olishim kerak. Men ham hozir mehmonlar kelsa, sekin-sekin mana rovna 7 bo'ldi. Sekin-sekin kelishni boshlaydi. Shu manzilimiz Center. Agarda navigatorga Toshkent deb yozsangiz, mana shu yerda ko'rsatadi. Bu Zarafshon. Zarafshon kinokonsert zali kimda kim bilasiz? Kompleksi. Bu tarafimiz Zarafshon kinokonsert zali. Biz esa bu tarafidamiz. Barchangizni kutib qolamiz. Yangi sahna. Bizda endi ikkita zal bor. Bittasi katta konsertlar uchun, bittasi kichkina doimiy tadbirlarimiz uchun. Siz shunda Zarafshonga keldingiz. Kimda kim bilmasa Zarafshonlikman. Meni shuncha yugurganim, mehnat qilganim Zarafshondan Zarafshongacha bo'ldi. Bu juda ajoyib. Xuddi o'z uyimdagidek his qilaman doim bu yerda. Bugungi asosiy qahramonimiz Islom aka bo'ladi. Bu любой jurnalistni orzusi Islom Karimovdan intervyu olish bo'ladi. Men bugun o'sha orzuga men yetaman. Islom aka bilan bitta o'xshash tomonimiz bor. Bizni ism familiyamiz bilan intervyuga, to есть internetga qidiruv berilsa, biz birinchi chiqmaymizda. Og'riqli nuqtalarimizdan biri. Lekin harakat qilyapmiz. Shu internetda qidirgan vaqtida birinchi bo'lib chiqishga. O'rtacha odam prosta mashhur bo'lsa yetarli, biz 2 marta harakat qilishimiz kerak undan o'tish uchun. Unaqa bizni ism familiyamiz tanamizdan ko'ra mashhurroq. Harakat qilyapmiz tanani ham mashhurroq qilishga. Shunaqa. Sahnani ko'rsatamizmi bo'lmasa, nimalar bor o'zi? Sahna bu kichkina zal ko'rsatdik. Bu olgansizlar. Xullas, gapirayotgan paytim qo'yaverasizlar kadrlarni. Bu kichkina zal 100 maksimum 150 kishiga mo'ljallangan. Doimiy tadbirlarimiz uchun ochiq mikrofon bormi, qanaqadir boshqa tadbirlarni sinab ko'rish uchunmi bu zal doim ishlaydi. Kiraverishlardan ham ko'rsatamizmi? Birdan katta zalga ketamizmi? Mayli, katta zalga kiramiz. Ketdik. Ajoyib zo'r yangiliklardan biri aynan mana shu sahnada 21-dekabr kuni soat 19:00 da Islom Karimovning artist deb nomlangan katta stand-up konsert dasturi bo'ladi. Barchangizni taklif qilamiz. Keling, atmosferadan bahramand bo'lasiz. Undan tashqari ajoyib kulguga ham ega bo'lasiz. Chiptalarni mana shu sahifalardan mana shu ko'rinib turibdi. Ko'rinib turibdimi? Demak, mana shu yerdan kirib chiptalarni xarid qilishingiz mumkin. Ko'rinayotgan bo'lsa, men tijorat yaxshi ishlagan. Anaqa qanaqadir promokod beramizmi? Mayli, yaxshi bo'ladi aka. Qanaqa bo'ladi? Qanaqa promokod beriladi o'zi? Afisha o'z uchun promokod. Tak. Doda aytdi bo'lsin. Doda aytdi. Doda aytdi. Sizga skidkasi bor, bilmayman. Ma'lum foizda skidka bo'ladi. Mana shu yozib qo'yamiz. Mana shu promokoddan foydalanib chipta xarid qilsanglar, skidka bo'ladi. Mikrofonlar ham tayyor. Bir. Oppa, mikrofonlarim hammasi tayyor ekan. Aynan mana shu sahnada bugun flagmanskiy shoullarimizdan biri xayr bo'ladi. Odam soni ko'p kutilyapti. Lekin ko'p bo'lishi aniq. Chunki 300 tadan ko'p bilet sotilgan. Joyimiz esa 300 ta.
doimgidek nimadir kam, nimadir yetmay qolishi mumkin. Haligi stulchiklar o'shaning uchun qo'yilgan. Kirgandagi stulchiklar o'shaning uchun qo'yilgan. Yana bitta ajoyib joy bor. U hali uncha tayyor emas, yarim tayyor, lekin sizlarga ko'rsataman. Ketdik. Yana bir o'ziga xos kichkina izimingalarimizdan biri. Bizda yozgi nima deydi? Veranda. Veranda deydi, dvorik deydi, terrasa deydi kimdir. Mana shunaqa joy bor, ochiq, havo aylanib turadi. Bu joy deyam biz sahna sifatida ishlatmoqchimiz. Qanaqadir kichik maxsus sonlar bo'ladi-yu. Yopiq, maxsus sonlarimiz aynan mana shu yerga mo'ljallanyapti. Bu sahna shunaqa joyki, ijodkorlar kelib birlashib nimadir g'oyalar qilib ketsa bo'ladi. Qanaqadir kreativ hub bo'lib xizmat qiladi. Albatta, o'zi umuman qurilishidagi asosiy g'oyalarimizdan biri sahna, endi nomi stand up klub, lekin asosiysi bu sahna, ya'ni erkin sahna. Har bitta ijodkorni biz hamkorlikka taklif qilamiz. Keling, ko'ring, nimadir o'ylagan ideyalaringiz bo'lsa, uni qilishingiz mumkin. Aynan mana shu yerda ko'rib turganingizdek, bizda 2 ta zal bor, 3 ta zal bor, katta, kichik. Undan ham kichiklari bor, past bor, hali to'liq ishga tushmadik. Bir narsani aytib o'taylik, biz hali 70% ishlayapmiz. 100% gacha hali ozgina bor. Mana shu ko'rib turgan bir ikkita kamchiliklar va mebellar qolgan. Asosiy g'oyamiz hamma ijodkorlarni birlashtirish bo'lgan. Stand up bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar uchun eshigimiz doim ochiq. Bizda ochiq mikrofon bor, kelib qatnashishi mumkin. Undan tashqari agar siz qo'shiq aytadigan bo'lsangiz yoki rasm chizadigan bo'lsangiz ham kelib mana shu yerda qanaqadir o'zingizni ijodingizni qilishingiz mumkin. Bu ochiq sahna xullas. Erkin sahna. Shunaqa ijodkorlar uchun ajoyib joy. Hech narsa talab qilinmaydi sizdan, faqat ijod. Aytgancha rassomlarni men bekorga aytmadim. Mana bu devorimiz ko'rinyaptimi? Mana oppoq devor. Bu yerda san'at bo'ladi. Street art. Street art. San'at bo'ladi va o'shaning uchun biz bu devorni shundoqligicha qoldiramiz. Faqat uni o'sha street artchilar kelib chizishlari uchun vaqt ketadi. Shu. O'zi men ochiq mikrofonlarda yangi komik keldi. Nima qilish kerak sahnaga chiqish uchun? Yangi komikki birinchi sahnaga chiqib ko'rish kerak. Bizda haligi ochiq mikrofonni ham ochiq mikrofoni bor-da. Agar birinchi marta kelayotgan bo'lsa, umuman sahnaga birinchi marta chiqayotgan bo'lsa, bunday imkoniyat bor, kelib mikrofonni ushlab, o'zi umuman qanday ishlaydi, o'zining ovozi o'ziga qanaqa eshitiladi, odamlar o'tirganda, svet tushganda qanaqa bo'ladi. To'g'ri, birinchi marta chiqayotgan odamga shoshiltirib qo'yishi mumkin, birdaniga tomoshabinning oldiga, haligi birdaniga sahnadan turib gapirishni boshlaydi va qanaqadir kichik hayajonlar bosadi. O'shani oldini olish uchun bizda repetitsiyalar ham bor, ya'ni kelib komiklarni o'zi o'tiradi. Hazil agar kuchsizroq bo'lsa, nimadir maslahat berishi mumkin, u yoki umuman shunchaki gapirishi mumkin. Mayli, bundan aytmaylik. Bo'lmasa hamma redaktorasi bor ekan bularni deb o'ylaydi. Kelib bemalol ushlab ko'rib, gapirib ko'rish imkoniyati bor va ochiq mikrofonda ko'pchilik hayiqadi chiqishga, lekin biz qayta maslahat beramiz, chunki uni nomi ochiq mikrofon va kelayotgan muxlis ham unaqa ko'p narsa talab qilmaydi. Siz chunki bilib turibsiz, birinchi marta chiqyapsiz sahnaga, bu yerda hazilni sinaysiz, hali bu to'liq hazil shaklida emas. O'shaning uchun aytib ko'rasiz. Qiziq, kulguliroq bo'lsa, uni dalcha davom ettirishingiz mumkin. Agar hech kim kulmasa, o'zingizga ham yoqmasa, uni o'chirib tashlashingiz mumkin. Chiqib gapirib ko'rmasangiz, uni kulguli emasligini bilish sal qiyin. Bu katta konsertlarni deb ochasiz. Albatta. Mana bunaqa narsa bor. Sahnaga chiqish, umuman yumor qilish, anaqa disiplina talab qiladi bu ham. Xuddi sportga o'xshab. Haligi sportsmenlarimiz yillab trenirovka qiladi-ku. Yillar trenirovka va qaysidir boks bo'ladigan bo'lsa, o'sha har raund 3 minutdan 3 raund bo'lsa 9 minut ichida u bor energiyasini sarflash kerak, bor kuchini ko'rsatish kerak bo'ladi. Bu ham xuddi shunday. Siz trenirovka qilishingiz kerak. Qayta sahnaga chiqaverasiz, 1 yil chiqarsiz, 6 oy chiqarsiz va tayyor bo'lganingizdan keyin o'zingiz sonli konsertlarni berishingiz mumkin. Bu sizga naborot ko'p plus bo'ladi, chunki siz natrenirovniy, siz sahnaga chiqib tasavvur qiling, 1 yildan beri sahnaga chiqasiz, haftasiga 2-3 martalab. Ancha-muncha opit yig'ilib qoladi. Eski sahnamizga kelganlar bilishadi. Garderobimiz yo'q edi. Endi esa garderobimiz bor. Bu yoqdan chiqib kelib, bemalol topshirsa bo'ladi. Eng mazza qiladigan mana zina. Bitta ob'yomliroq olib ko'rsatsangiz bo'ladi.
juda bir hashamatli. Menga yoqadi, bilmayman nimaga. O'sha aytganimdek, bu yerda ham street art bo'lish kerak. Lekin zinapoyani o'zi sizni qanaqadir teatrga kelayotganga, ruhiyatga soladi. Spektakl ko'rishga kelyapsiz, qanaqadir aurasi bor va bu narsa juda ham muhim va mana shu narsa kerakli narsalardan biri. To'planishni boshlayapti. Odamlar to'planishni boshlagan. Balki bu efirga ketguncha tayyor bo'lib qolar. Bizda birinchi etaj kafeniya bo'ladi. Tadbir bu yoqda ham bar bor, qurilgan, faqat narsalari kelish kerak. Kofe ichib o'tirishingiz mumkin. U doim ishlaydi. Mana bunaqa kutib o'tirganda bemalol. Kutib o'tirganda bemalol nimadir ichib olishingiz mumkin. Sahnaning konsepsiyasi to'liq bo'ldi. Birinchidan kelayotgan tomoshabinlar uchun juda qulaylik. Markazda joylashgan. Bitta narsani xohlardik, mana shu sahnaga kelish bu qanaqadir sabitiya bo'lish uchun odamlarga. Misol uchun oilaviy kelmoqchi bo'lsa, bilishadi. Sahnaga boramiz, tadbirni ko'ramiz, u yoqdan chiqib turib aylanishimiz mumkin. Yon atrofda restoranlar bor, parklar bor, metro bir qadam. Agar mashinasini tashlab metroda keladigan bo'lsa, men shuni tavsiya qilgan bo'lardim. Metroda keling, chunki bu o'zgacha shukuh bag'ishlaydi. Siz hali ishda bo'lmaysiz, rolda ham odam ishda bo'ladi o'zi. O'shaning uchun undan ham tashlaysiz. Haqiqiy dam olish bo'ladi. Haqiqiy dam olish bo'ladi. Tadbirlarga kelsangiz, hech narsani o'ylamaysiz, hamma narsa bor. Xullas, mana shunaqa bir nima deydi, kichik ijodiy, kichik deb bo'lmaydi endi, juda katta. Endi katta. Endi katta, bemalol katta ijodiy xona, katta ijodiy uy tashkil qilishga harakat qildik. Menimcha o'xshadi deb o'ylaymiz. Shuning uchun barcha nima deydi, bizni tomosha qilayotganlarni taklif qilamiz. Hech bo'lmasa bir marta kelib ko'ring va bu harakat sizga yoqib qoladi degan umiddamiz. Hozir mana bitta narsani tushuntiraylik. O'zi stand-up bilan umumiy yana bitta guruh bo'lib chiqish bor-ku. Ha, jamoaviy. Jamoaviy bir kulgu yo'nalishi bor. Ha, bor. Million, bravo, yana boshqalar. O'shani bilan stand-upning asosiy farqi nimada? Qarang, asosiy farqi Odam kamligida? yo'q, bu ko'rinib turibdi ko'zga. Bu yoqda jamoa bilan harakat qilishingiz kerak, bu yoqda esa bir o'zingiz. Ya'ni bu как boksga o'xshasa, haligi jamoaviy kuldirish futbolga o'xshaydi. U yoqda komanda bo'lish kerak, bir-birini to'g'ri tushunish kerak, repetitsiyalarga, ya'ni birga kelib, bir vaqtda kelib, birga qilish kerak. Haligi u bitta odam ikkinchisiga bog'liq bo'ladi. Stand-upda esa unaqa emas, siz как boks deysiz, bitta trener olasiz va ishlaysiz. Undan keyin ringga chiqasiz va o'zingizni kuchingizni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Stand-updagi qulayliklardan eng qulaylik taraflari shu. Haligi jamoaviy o'ynab yurganlar bilishadi, muammolar ko'p bo'ladi jamoada, chunki hamma odam har xil, uni hamma har xil muammosi bor. Bunaqa janr bir kishilik janrda chiqadigan bo'lsangiz, bir o'zingizsiz, muammo ham o'zingizniki, uni hal qilish ham o'zingizga bog'liq. O'shaning uchun bu osonroq bitadi. Jamoaviyda yana aybni bir-biriga to'nkash ko'proq bo'ladi-da. Men bu qilmadi, men bu kelmadi, mana shu narsa uchun bo'ldi, men bu narsa uchun. Siz yakkaxon bo'lsangiz, kimni ayblaysiz? O'zingizni ayblaysiz, boshqa hech kimni ayblay olmaysiz. Buni yetarlicha mashhur emasligini qanaqa izohlasa bo'ladi? Shunchaki bu hali yangi janr. O'zbekistonda bundan oldin hech kim shug'ullanmagan. Va aynan o'sha stand-up janri qilib hech kim shug'ullanmagan demoqchiman va biz buni qaysidir ma'noda boshlashga qaror qildik. Aytadi-yu, biz bo'lmasak kim? Biz yonmasak kim? Kim? Va biz bu janrni sevdik. Birinchi navbatda shu bu janrga nisbatan mehrimiz bor. Bu yoqda hech qanaqa mashhurlikni o'ylamaganmiz, hech qanaqa bir finansiy taraflarni o'ylamaganmiz. Shunchaki bu janr yoqqan, yumor bilan shug'ullanganmiz. Bizga yangi yo'nalish kerak edi va bu juda ham yangi yo'nalish bo'lganligi uchun chin dildan yondashganmiz. Mana Ozod, Mirshakar aka bor, men uchalamiz haligi birinchi debochalarini qo'yganmizda, televideniyada nimadir qilib ko'rganmiz. Zo'r TVda 1 yildan ko'p ketgan o'zbekcha stand-up degan. U yoqda eng katta minuslarimizdan biri bizda mana bunaqa ochiq mikrofonimiz bo'lmagan. Biz hazil yozganmiz-ku, sras televideniyaga chiqib aytganmiz-da. Bu eng katta minuslardan biri. Ochiq mikrofoningiz bo'lsa, chiqib sinab ko'raverasiz va sochli hazillarni oxirida berasiz. To'liq shaklga keltirish uchun, yaxshi yeydigan shaklga keltirish uchun, mana hozir stand-up desa, Mirshakar akani tushunishadi-da, ko'pchilik. Odamlarda shunaqa fikr paydo bo'lib qoldiki, stand-up deganda faqat intellektualniy yumor bo'lishi kerak. U o'zi aslida bu любой hazil qilish mumkin-ku bu yerda. 18+ ham umuman
intellektual bo'lmagan yumor ham, tualetniy hazil ham qilish mumkin. Животный yumor ham qilish mumkin. Albatta, qarang, stand up bilan nima uchun bunaqa bo'ldi? Haligi Mirshakar bilan bog'liq bo'lib qoldi degan odamlarning ko'zini oldiga tushib keladi. Chunki eng katta progressni stand upda Mirshakar aka qilyapti-da. Oxirgi mana Xumodagi konserti ham o'shaning uchun xohlaysizmi yo'qmi stand up deganda birinchi navbatda Mirshakar Fayzullayev odamlarning ko'zini oldiga keladi. И yana bitta tarafi bor, bizga kelayotgan yosh komiklar ular kimga qarab o'rganadi? Yo Mirshakar akaga qarab o'rganadi. Yo Ozodga qarab o'rganish kerak, yo menga qarab o'rganish kerak bo'lib qoladi. Xohlaysizmi yo'qmi, bizni o'sha uchalamiz oramizdagi eng pikdagi Mirshakar Fayzullayev bo'lsa, ko'pchilik unga o'xshashga harakat qiladi. Nimaga? Chunki u katta joyda konsert beryapti, u qanaqa yumor qilyapti, odamlar uni yaxshi ko'radimi? Demak, o'shanga yaqinroq bo'lishga harakat qiladi. Komiklar ba'zan. Lekin esa stand up bu juda katta polya. U yoqda o'sha aytgandek, xohlagan turdagi hazilni qilsangiz bo'ladi. Muhimi bir o'zingizni fikringiz bo'lishi kerak. Har bitta aytayotgan narsangizni nima uchun unaqaligini isbotlab bersangiz, aytib bersangiz bo'ldi va undan ham muhimroq narsasi bor, kulgili bo'lsa bo'ldi. Hozir mana internet bor. Odamlar bemalol chiqib gapiryapti, o'zini hazillarni aytyapti yoki shunchaki gapiryapti. Endi shunaqa hozir replika mashhur bo'ldi. Kimdir internetga chiqib mashhur gap gapirsa yoki gapga usta bo'lsa, "Sen stand-upga chiqishing kerak ekan" deydi-da. Stand-upga chiqish uchun gapga usta bo'lish o'zi yetarli bo'ladimi? Kuzatuv kuchli bo'lish kerak. Agarda stand-upda asosiy anaqalaridan biri, qoidalaridan biri haqiqat bo'lish kerak. Chiqib aytayotgan narsangiz. Agar siz rostdan ham kuzatuvingiz kuchli bo'ladigan bo'lsa, siz kuzatgan narsa haqiqatan odamlarning og'rig'i bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilikni og'rig'i bo'ladigan bo'lsa, hazillaringiz kulgili bo'laveradi. Agarda kuzatuvingiz kichkina bo'ladigan bo'lsa, tor doirada kuzatsangiz, lekin metki kuzatsangiz ham, u ham kulgili bo'lishi mumkin. Chunki aniq hech kim topmagan tarafini aytasizda. Bu o'shaning uchun haligi yana boyagi aytgan gapimga qaytaman. Men kimnidir ko'rib, "Sen hozir chiqalaysan yoki sen chiqa olmaysan" deya olmaymiz. Chunki u kelib, "Men bu yerda chiqib ko'rish kerak, baribir живой зритель, haligi muxlislar sal boshqacha". Internet bilan farqi bor. Farqi bor, yoqda kontakt bo'ladi to'g'ridan to'g'ri. Chunki internetda siz video qo'ydingiz bo'ldi. Misol uchun 1 million prosmotr bo'ldi. 1 million prosmotr bo'ldi. Kommentariyalar yaxshi, yomon bo'lishi mumkin. Lekin siz sahnadan turib aytayotgan vaqtingizda zritelь sizga qarab turgan bo'ladi-da. Jimligini eshitish ham mumkin bo'ladi. Jimligini eshitish ham mumkin bu yerda. O'shaning uchun farqi bor. Bo'ldi, bu yerda odam ko'payib qoldi. Hozir to'xtatib tursak, keyin yana davom ettiraveramiz. Mana bu yerda hozir ishini olamiz hozir. Ishimni boshlayman men. 1 2 3 4 5 1 Tayyormizmi? 4-5 ta savollar bor. O'shalarni aytaman. Ba'zan kulgili javob berish mumkin, ba'zan rostdan aytsa ham bo'ladi. Risha bugun mehmonimiz. Ko'rganimdan xursandman. Siz birinchi marta kelyapsizmi bu loyihaga? Birinchi marta stand-up bo'ldi. Assalomu alaykum barchangizga. Assalomu alaykum. Xayrli kech barchangizni Sahna stand-up klubida ko'rib turganimizdan benihoyatda xursandmiz. Agar siz tayyor bo'lsangiz, biz boshlashga tayyormiz. Tayyormizmi? Qani, opa! Ali baqirib ketdi. Mana Islom aka ishlarini bitirib keldilar. Hozir bu yoqda shou bo'lyapti. Hozir ko'rgan joylarda. Mana hech qanaqa shovqin yo'q. Qancha? 20 metr nariroqda shou bo'lyapti hozir. Katta shou bo'lyapti. 350 ta odam bor deydi. 350 ta odam bor. Mirshakar aka hazillar kulyapti ular hali. Shunaqa. Tinch o'tmayapti, xavotir olmanglar dedi. Yaxshi bo'lyapti. Shunchaki yuqorida aytgandek, bir paytda o'zida ikkita shou qilsa ham bo'ladi. Mana ovozi eshitilmayapti bemalol. Bu sinov uchun mana intervyu qilyapmiz bir vaqtda o'zida. Komik auditoriyaga moslashish kerakmi? Bu har bir komikning o'zini ichki kurashi. Agarda siz yo'q, men o'zimni auditoriyamni topaman, misqonlab yig'ilish deyiladi-da, bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 10 ta, 300 tagacha yig'aman desangiz, u auditoriya siz bilan doimiy bo'ladi-da. Agarda siz auditoriyaga moslashadigan bo'lsangiz, sizdan tez zerikishadi. Chunki siz unga moslashdingiz-da. Ular xohlagan narsani berdingiz va ular ertasi kun boshqa narsa xohlab qolishi mumkin. O'shanda siz qiynalasiz. Agarda doim mana sizni biladi, bo'ldi, Mirjalol mana shunaqa narsa hazil qiladi deb o'sha personal muxlislar yig'ilishni boshlaydi. U muxlis qayerga borsangiz-da, o'sha joyga boradi siz bilan birgalikda. Ana shu tarafi bor. U o'zingizning auditoriyangiz yig'ganingiz bu eng kuchli auditoriya. Boshidan o'sha o'zingizni ma'lum hazillaringiz bilan yetib kelganingiz.
keyin ba'zilar aytadi mana u potensialli auditoriya bor. Hozircha sizni qilayotgan yuqori hazillarni tushunmayapti-da. Siz ularga tushib turib, keyin birga ko'tarilishchi. Bu ishlamaydimi yo'q? Ularni ham darajasini ko'tarish deylik. O'zi вообще-то deylik auditoriyani tabaqalash qanchalik to'g'ri? Auditoriyani tabaqalash endi bu jamin tabaqalash demagan bo'lardim. Bu Qo'polroq so'z. yo'q, endi men aytmoqchiman. Buni tabaqalash demayman men. Shunchaki haligi yosh chegarasi bor-da. Siz 18 yoshdan, 16 yoshdan olaylik, mana 18-20 yoshgacha qiziqishingiz boshqa narsa haqida bo'ladi. Sizga oilaviy tashvish qiziq emas, sizni kimnidir bolasini больницаga olib borgandagi muammolari qiziq emas, sizni oshqozon kasali, bel grijasi qiziqtirmaydi. Chunki siz 18 yoshsiz va bu auditoriya uchun o'zining komiklari bo'ladi. Haligi sevgi, muhabbat, maktab, institutdagi tashvishlar, metrodagi holat, do'sti qanaqadir ba'zan do'stlik qilmaganlari, mana shunaqa kuzatuvlari ularga qiziqroq tuyuladi mavzu jihatidan. Komikda yoshi katta bo'lgan sari uni muammolari ham kattalashadi, uni vizgiladi, o'zgaradi, qarashi boshqacha bo'lgandan keyin auditoriyaning o'zi ham o'shanga yarasha keladi. Biz manaqa aytamizda, hozirdan agar chiqib kelayotgan bo'lsa, komik 10 yildan hozir mayli, hozir kulgili emasdir, agar u potensiali yaxshi bo'lib, doim sahnaga chiqib ishlaydigan bo'lsa, erta 10 yildan keyin uni auditoriyasi ham birga o'sadi-da. Hozir 18 yoshlik auditoriya erta 10 yildan keyin 28 yosh bo'ladi. Bu degani kamida uylangan yo turmushga chiqqan, ishlayotgan yigit-qizlar bo'ladi va ular sizni konsertingizga chipta sotib olish qurbi yetadi va o'zi uchun xarajat qiladi. 18 yoshligingizda oyingizdan, uydagilardan so'rash to'g'ri kelar balkim. Pul berib turing, men konsertga boray deb. Mana konsertda deyish mumkin. Katta bo'lganingizdan keyin men charchadim, men borib dam olishim kerak deysizda, keyin kelaverasiz bemalol. To'lov qobiliyati ham o'sha. Maktab bolalari Ozod akani vaynlarini bir-biriga tashlamaydi. Xuddi shundayda, mana Ozodda oilaviy-ku, u yoqda faqat oila qurganlar tushunadi yoki mana yaqinda oila qurmoqchi bo'lganlar tushunadi-da, bir-birini mazza qilib. Hozir mana soat necha bo'ldi? 9 bo'ldi salkam. Bu yerda ish asosan shunaqa kechki payt. Hammani ish tugagandan keyin siz ishingiz boshlanadi. Shunday. Shunaqa, to'g'risini aytaman, bu meni uydagilarim ham ko'rishsa kerak. Uyda 12 da erta borganim, 12 da borsam, erta kelibsiz-ku deyishadi. Agarda soat 2-3 обычно boradigan vaqtimiz, 2-3 da qolib ketamiz va o'sha yuqorida aytganingizdek, bu yoqdagi asosiy dvij kechqurun. Hamma ishdan charchagan vaqtida bu yoqqa kelib dam olish kerak. Bizning ish vaqtimiz soat 7 dan shu kechqurun 11-12 gacha davom etadi. Ertalab kunduzi boshqa ishimiz bor. Uni ishlab kelamiz. Bu yoqda biz mana tomoshabin bu yoqqa kelib dam olsa, biz sahnaga chiqib dam olamiz-da. Agar men sahnaga chiqib qanaqadir shouda qatnashib, kuldirib, odamlar mazza qilib qarsaklarni eshitsam, men dam olgandek bo'laman. Men o'zim borib birovda konsertda o'tirib dam ola olmayman. Men sahnada bo'lsam dam olaman. Bizda ko'p komiklar shu uchun mazza qilib ishlatadi. Hech kim bu narsadan nolimagan shu paytgacha, ya'ni bu kechqurun chiqish kerak ekan yoqqa, men bormayman deyish yo'q. Ya'ni buni ish deb qabul qilmaysiz? Yo'q, bu ish emas. Bu yoqdan chunki bu yoqdan siz haligi moliyaviy jihatdan ham foyda topishingiz mumkin yo topmasligingiz mumkin. Bu shunchaki как hobbi, qiziqish va intilish shu. Bu yerda nimachi? Oila bilan ish balansi qanaqa bo'ladi? Saqlash qiyin bo'lmaydi? Qiyin, saqlash qiyin, ochiqchasiga aytaman. Lekin men juda ham xursandman. Meni oila a'zolarim ham, turmush o'rtog'im ham tushunadigan insonlar. Hammasi endi boshida biroz ko'nikishi qiyin bo'ldi. Ya'ni kechgacha qolib ketish odatlari. Lekin mana hozir ota-onam ham, aka-ukalarim hamma hech kim menga hech narsa demaydi, chunki men obedgacha uxlayman. Hech kim meni uyg'otmaydi, hech kim meni hech qanaqa ish buyurmaydi. Uyqudan turganimdan keyin ishlarim bo'lsa chiqib ishlarimni qilaman va kechqurun doim sahnaga kelamiz. O'shaning uchun yaqinlarimiz, naborot, men juda ham baxtliman shunaqa yaqinlarim borligidan. Barchalaringizni yaxshi ko'raman. Rahmat, qo'llab-quvvatlab turganinglar uchun. Bu muhim. Chunki agar uydagilaringiz yig'ishtiray buni, mana bunaqa yuraverasanmi desiz, birdaniga bo'lmaydi. Misol uchun bir 6 oydan keyin, 1 yildan keyin ichingiz o'zingiz to'g'ri aytayapti shular bo'ladi-da. Deysiz, men qo'l siltab olishingiz mumkin. Agarda ular "Молодец, давай bos. Xo'sh, mayli, ishonamiz senga" desa, siz qachondir baribir buni oqlaysiz. Oldingi konsertni o'zingiz uchun qanchalik muvaffaqiyatli deb hisoblaysiz? Bitta narsani aytaman, men u birinchi konsert, endi bu birinchi solniy konsertim. Как stand-up konsert deb e'lon qilib o'sha narsani qilganim. Undan addacha kutganim, unaqa ko'p narsa kutmadim o'zi aslida.
Chunki bu birinchi konsert, u qachondir bo'lishi kerak edi. Va bu narsani qilganimdan men juda ham xursandman. Agarda qilmaganimda hali ham o'sha birinchisini yozishim kerak deb yurgan bo'lardim-da. Birinchi konsert haligi nima deydi? Men yoqda tan olaman, men yoqda haligi to'liq stand-up komik sifatida shakllanmaganman. Men yoqda o'zimni qanaqa tutishim kerak, ya'ni целый 1 soat sahnada turish bu baribir qiyin ish. Umuman stand-up janrida, ya'ni haligi hayajon bo'lgan, buni bildirmaslikka harakat qilgandirman, lekin qayerdadir bilinib qolgan bo'lishi ham mumkin, ustiga svet o'chib qolgan konsertda haligi eng o'rtasi, haligi eng baland templik joyi, hazillar ketma-ket bir-biriga juda zid joylashgan, saq svet o'chib qolgan. Men bilmaganman nima qilishim kerak. Bolalar kelib shuni chiqarib yuborgan, bo'ldi degan. Men 10 minut, 15 minut o'tirganman, nima qilaman, nimani bilan davom ettirsam bo'ladi. Lekin yaxshi chiqqan juda ham va bu birinchi konsert menga keyingi konsertlarda qilishda haligi uverенностьimni oshirib bergan. Men aytganman, epladim. Значит, bundan buyog'iga zo'r bo'lsa bo'ladi, bundan battari bo'lmaydi. Mana shu nima bo'lgan bo'lsa, mana shunisi. Va bu juda omadli deyishim ham mumkin bu konsertimda, chunki hazillari rostdan ham kulgili yo'da. O'zimga yoqadi va qaysidir ma'noda o'sha o'z muxlislarimga ham ega bo'lganman va aynan 100 mingdan oshib ko'rilyapti shekilli. 150 mingga yaqinlashib qoldi, adashmasam. Har xil xalqlarni, davlatlarni o'ziga xos yumori bo'ladi-ku. Masalan, Britaniya yumori desa qanaqasini tushunishni bilamiz. O'zbekchasi deganda qanaqa tushunish kerak? Yoki kimni tushunish kerak? O'zbekcha yumor deganda, bu savolda men ko'p o'yladim, to'g'risi. Yaqinda anaga magistraturaga topshirib, doktorantura yoqlamoqchi bo'ldim. Shunaqa plan qildimda, nima bo'yicha qilaman deganda, давайте yumor bo'yicha qilaylik, bizda hech kim yo'q, anaqa yo'q degan narsa bor. Bu izlanishdaman bu anaqada, lekin shu paytgacha kuzatgan narsamni aytishim mumkin. Bizda haligi yumorimiz ham o'ziga xos, O'zbekistondagi. Biz aytaylik, o'sha xonliklar davri, oxirgi davrda olaylik, xonliklar davri bo'lsa, 3 ta xonlikda yumori 3 xil. Misol uchun biz vodiyni yumori bor, askiyasi bor. Vodiydagi asosiy yumorda qurollaridan biri bu ularda giperbola deyiladi, ya'ni bo'rttirish. Mana Elmurod Taqnazarov bor, Avaz Oxun. Avaz Oxunni ham konsertlarda ko'rsangiz, bitta voqeani oladida, ketdi-da. Haligi giperbola deymiz buni va chiqib ketaveradi, bo'rttirib. Elmurod Taqnazarov, buni ham bilasizlar. Asosiy o'sha yumoridagi ключевой momentlari hammasi giperbolaga qurilgan. Keyin yaqinda haligi Instagramda chiqqanda Tahirov degan bola boya ham keldi-yu, haligi yumaloq video bilan anaqa uni ham yumorlariga e'tibor bersangiz, giper. Yamanjonli. Vodiydan chunki. Endi Buxoro bor. Bu yoqdan keyin Xorazm bor. Buxoroda haligi bunaqa askiya rivojlanmagan o'zi yoqda anaga bo'lgan, haligi dona hazil qiladiganlar bo'lganda, baribir Nasriddin Afandi bor. Buxoro deganda Nasriddin Afandi latifalari bor. O'sha yoqqa ketadi. Chunki Xorazm bor. Xorazm Xiva xonligi bor. Xorazmda yumori ham o'ziga xos. O'zini jamoasi ham bor, diplomat degan adashmasam, Xorazmda haligida nomer 1 doim zallarni to'ldiradi. Siz unga ayta olasizmi, masalan uchun u to'g'ri yumor qilmayapti, to'g'ri yumor qila olmayapti deya olmaysiz-da u bola, chunki uni o'zini auditoriyasi bor, o'zini keladigan odamlari bor va o'zi qilayotgan yumorlari aynan mana shu xalq, ana shu yerda yashaydigan xalq uchun juda aktual va juda qiziqarli bo'ladi. O'ylaymanki, qaysidir ma'noda universal yumor bo'lishi kerak bizniki. Shu, chunki men yuqorida aytganda har xil janrlarimiz bor. Bu целом yumorda janrlarga juda yaqin. Sal nomi boshqacha yoki qanaqadir sal boshqacha bo'lishi mumkin, lekin asosiy o'zbek yumori deganda universal yumorga kelib to'xtalishimiz kerak. Chunki siz uni Toshkentda aytsangiz ham kulgili bo'lishi kerak. Moskvada aytsangiz ham kulgili bo'lishi kerak. Nyu-Yorkda aytsangiz ham kulgili bo'lishi kerak. Mana shunga yetamiz nasib bo'lsa va bunga oz fursatlar qoldi. Bu baribir anaqa ham bo'lsa kerak. Men o'ylayman, davlatning rivojlanishiga ham bog'liq bo'lsa kerak, chunki baribir yumor qorni to'q odamlarning ishida. To'q bo'lganda demoqchisiz. To'q bo'lganda keyin sig'adi yumor. Birlamchi narsa emas-da bu yumor. Odam sal qorni to'ysa keyin kulishi, dam olishi o'ylaydi. Mametga ham kelish uchun
pul sarflash kerak, dam olish uchun baribir pul sarflash kerak. Komik bo'lish uchun ham masalan u uchun vaqt ajratish kerak. Nondan qolib bu bilan shug'ullanish kerak, masalan qanchadir vaqt. Ha, tushundim. Mana bunaqa narsa bor. Haligi jamiyat o'zgarishi kerak dedingiz-ku, davlatning rivojlanishiga qarab boshqasi deb. Farovonroq yashash kerak. Ha, farovonroq yashash kerak demoqsiz. Lekin bitta narsani aytmoqchiman, menimcha har bir davrda bo'lgan, ya'ni biz hozir farovon yashayapmiz va biz hozir nofarovon yashayapmiz degan odamlar bo'lgan har bir davrda. Endi bu har bitta odamning o'zining shaxsiy javobida. Haligi farovon yashayapmiz yoki farovon yashamayapmiz. Agar sizda qorningiz to'q bo'ladigan bo'lsa, rostdan ham och odamlarni kam ko'rasiz. Chunki nimaga? Siz to'q odamlar bilan do'st bo'lasiz, to'q odamlar bilan yurasiz. Och bo'lsangiz, naborot, siz ochlar bilan ko'p yurasiz va hamma fikr xayoli shunaqa bo'ladi-da. Yumorni rivojlanishida esa bu ikkalasini ham o'rni bor. Agarda bizda dard bo'lmasa, sizda yumoringiz kuchli bo'lmaydi. Agarda hamma narsa farovon bo'ladigan bo'lsa, siz kimga ham keraksiz. Meni qornim to'q, men sizni eshitgim kelmayapti. O'chi borib boshqa ish qilaman. Mana shunaqa narsalar ham bor lekin. Yumor ham boshqa sohalarga o'xshab raqobatda rivojlanadi. Ha, albatta, raqobatbardoshlikka harakat qilasizda. Agarda o'sha yuqorida aytib o'tganimdek, tasavvur qiling, O'zbekistonda agar hozir 10 ta Mirshakarga o'xshagan odam bo'ladigan bo'lsa, bu yumor, bu janrning rivojlanishini ko'rib olishingiz mumkin. Umuman, bu biz xohlaymiz, misol uchun, Vodiydan 2 ta 3 ta bo'lsin, Vohadan 2 ta 3 ta bo'lsin. Keyin ketdik, mana Qoraqalpog'iston bor, uni ham yumor juda o'zigacha xos. Men xohlardimki, o'sha har bittan unaqadan bo'lsa-da, tasavvur qiling, mana men siz aytaylik Andijondansiz va men boryapman sizni konsertingizga va 10 minut, 15 minut boshida chiqish qilib berib, keyin sizni konsertingiz. Bu birinchidan kommunikatsiya almashinish bo'ladi, bir-biriga muxlisini tanish bo'ladi, bir-biriga tanishtirish bo'ladi va fikrlashni oshiradi, birga ishlashni oshirasizda. Qanaqadir katta haligi harakatlarni qilsangiz bo'ladi o'shanda. Raqobatbardoshlikka harakat qilasiz, qaraysizda men bu hazil bilan chiqa olmayman deysizda, men yaxshiroq, kuchliroq qilishim kerak degan narsa paydo bo'ladi. Bunaqa sahnalardan ko'p kerak bizga hali. Ko'p kerak. Keyin yana bir narsani aytib qo'yaylik. Endi bilmayman, men shunaqa narsalarni o'ylayman ba'zida, haligi bizlarni ko'rib turib, ya bu o'zidan kim yasayapti, u nima unaqa deb tashlayapti deyishi mumkin insonlar va men bir narsani aytmoqchiman, biz aqliylik qilish niyatim yo'q yoki men shunchaki shu paytgacha qanaqadir qilgan mehnatimdan kelib chiqib ko'rib turib aytayapman bu gaplarni va bitta narsani men aniq ayta olaman, biz qo'limizdan kelgancha rivojlantirishga harakat qilyapmiz. Biz birgalikda o'syapmiz, muxlislarimiz bilan birgalikda va albatta sizlarning qo'llab-quvvatlashinglar bizga juda muhim. Agarda bizning san'atimiz sizga yoqadigan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Agarda mabodo sizga yoqmasa, xavotir olmang. Sizga yoqadigan ham nimadir qilamiz hali. O'shaning uchun kuzatishda davom eting. Bizni ko'rib boring, qo'llab-quvvatlab turing. Albatta, stand-up muxlislarsiz bo'lmaydi. Muxlislarsiz bu intervyu ham bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda umuman markazda hozir asosiysi tomoshabinlar. Shuning uchun kanalga o'tib, like bosib, albatta kommentariya qoldiring. Videoni ko'proq kishi ko'rsin. Bu haligi kimdir qiziqayotgan bo'lsa, ungacha yetib boradigan bo'lsa, kelib uni hayotini o'zgarishi mumkin yaxshi tarafga. Ya'ni yomon tarafga deb deya olmayman, chunki unaqa bo'lmaydi. Bu yerda hammasi aqlli bolalar. Ajoyib bolalar hamma. Agar stand-upga bir o'zingiz qiziqsangiz, davradan kimnidir qiziqtirmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoni yuborib qo'ying. Balki shundan keyin qiziqar. Mana shunaqa katta sahna borligini ko'rib, ichkarida shou bo'lyapti. Kiramizmi? Shouga kirsak ham bo'ladi va aytgancha, men yana bir marta aytishdan anaqa nima deydi, charchamayman. Sahna stand-up klub bizda doim eshigimiz ochiq. Bizda haftasiga 5 kun ishlaymiz hozircha. Lekin biz to'liq hafta ishlamoqchimiz. Dushanbadan yakshanbagacha har kuni nimadir shou bor. Albatta keling. Hech bo'lmasa bir marta qanaqa joy ekan o'zi bu muncha ko'p gapiryapti bular deb kelib ko'rib keting. Albatta sizga yoqadi. Hozir esa menimcha shouda ko'ramiz. Bu 5 kun ishlaydi deganda shanba yakshanba dam oladi degan emas. Bizda teskarisi dushanba, seshanba dam, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba eng ish qizg'in paytlarimiz bo'ladi. Shunaqa. Kanalga obuna bosish, like qo'yish, Islom akani
Instagramga obuna bo'lish, sahna stand-upni Instagramga obuna bo'lish esdan chiqmasin va albatta 21 dekabr kuni 19:00 da shu yerga kelish esdan chiqmasin. Chiptalar mana shu yerda, promokodam mana shu. Doda aytdi. Doda aytdi. Kelinglar, artist. Bu katta konsert. Men uchun muhim konsert. Siz uchun esa juda kulgili konsert bo'ladi degan umiddaman. Albatta kelinglar. Rahmat kattakon, sog' bo'linglar.